Birovlardan gumon qilishga bo'ladi. Qana chaqda eg'ir isbot va vaqtda. Ammo buning yana bir xatari bor. Bugun kunimizda keng umumlashib ketgan. Birovlardan biri ishlar yuz berdi. Buning yomonlik tarafi ko'rinib turdi. Ba'zi dalil isbotlar bor yoki shuningni yuz bergan bir xatolik aniq o'tirib turibdi. Biz bu xatolikni tuzitishda, undan xato yomon gumon qilishda aladigan birinchi qadamimiz avval shuning o'ziga eskartish. Shuning o'zidan so'rash. Bu eng sog'lom yo'l. Qanaqdir buni akilib, kishilarning o'ttirda taqtib, masalan, fitnani avutib buna qilib emas. Bugun kunimizda bir yuzlayotgan ishning eng egri masalasi shu. Ben bayatın dersinin başında, sohbetinin başında hep öttüm. Birisi bir yazdı, yoki bir işten birini kıldı. İçtimai taraflarga çıkıplam, palanı pukunu manda kıldı, anda yazdı. Dep oturuq çıkıp, meseleni müminlerin oturuğa yoki umumi cemiyette yayıdıgan mesela. Bu fakat doğru iş emas. Bu Kur'an-ı Kerim'de iniq qilib yamanlıqninki, xatolikninki müminlerin arasında tarqılışının eg'ir darajada xatoligini, ya'ni sura Nurning 19-oyatida Alloh subhanahu va taolo innallazina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alim. Ma oyatni jiqlarimiz unutib qoldik. Ya'ni bu xatoliklarninki, eg'ir yomon xato ishlarninki mu'minlar o'tirisida keng taqilishni yaxshi ko'radigan, xalqning hammasini tashvishga solishni, hammasining kallasini ma'lumotdan qilishni xohlaydigan odamlarninki oxirgi jazosi وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ qattiq azob deyotdi Alloh Qur'oni Karimda. Shu bu masalaga intayin diqqat qilish kerak. Ba'zilarga unda desa deyishi mumkin. Davotida ham hozirmi hel ham. Hey buni sen bu yerda yoyig'ucha internetga chiqib bu ijtimoiy taratqularda hammadan o'tirg'ach tashlag'ucha uzgi desa olmamdi desa, nayte mag'rur shaklda taxminimdaydi desa, Omo bu yazmani o'tirliqda yozgan bo'lsa, u bu gapni avomning oldida degan bo'lsa, u bu gapni ko'pchilikning oldida degan bo'lsa, men nimishqa buning xatoligini yolg'iz deyman deydi. Chunki yushirishing kerak sen. Chunki u ishni qilib uni tuzishga fursat berishing kerak. Chunki u xatolikni avomning oldida o'tkazib, uni avomning oldida rasvo qilishning hech hojati yo'q. Chunki u shu xatolikni sen niyat qilgandek niyatda avomning o'tir dedimi yoki bilmay dedimi, sahvanlikni dedim, sen uni o'qimaysan. Allah onun tövbe berishi mumkinki, ammo sizning majnoyiting intayin eg'ir. Qur'oni Karimda sana berilgan jazo azabun alim. Yomonlikninki, askilikninki, nashayan ishlarninki yoki eg'ir fitna ishlarninki mu'minlarning ichida tarqab, mu'minlarni sarosimaga solishning jazosi Qur'onda aniq bekitildiki, lahum azabun alim. Sening qilgan gunohingninki asla kechirilish tarafi yo'q Qur'oni Karimning oyatiga qaragan vaqtda, tövbedan boshqa shaklda. Şu bugün gündeki aramız birisimizni şu endi internetda hech kim ko'midi bir nuqta alayda eskartib qo'yish to'g'ri keladi. Hech kim ko'midi deb. Amaliyotda ijtimoiy shu yo'lda bir ko'chada ketyapmiz. Ne o'tib qolsa, har xil ziyofatlarda, har xil so'rovlarda bir dastonda o'ltirdi, birisining chiroyiga qarab, ammo internetga chiqqan vaqtda mening kimligimni u bilmadi-ku deb qarab, o'zining ich bag'ridagini hammani to'kib oladigan, dardidan chiqib oladigan, hujum qiladigan ahvollar va her bir adam esida bo'lsin, qiyomat kundagi nama-amal dafteriga bu dunyodagi sahifasidagi narsalarning ko'chirilishidan saqlansin har bir adam. Mush nuqta intayin muhim nuqta, intayin avj olayotgan nuqta, ham kishilar buning eg'ir jinoyat ekanligini unutib qolayotgan, odatdagi bir narsaga aylanib ketayotgan nuqta. Chiqiblan birisini ayiblayotgan, chiqiblan birini munofiq deyotgan, chiqiblan birini u andaq bu mundaq debse, bu bak eg'ir masala. Ayette dedi ki, müminler içinde bu xil şekilde meselelerini taqtish, bu xil derecede fahişe deb atıda o işlerini, eg'ir yamanlıklarını, eg'ir işler olan müminlerini bisaramcan qilishning aqibati levalahum azabun alim. Ayetinin hükmü şu. Şuna birimizga hücum qilish asla ve asla to'g'ri emas.